2026-yil 28-fevral bugun. Andijon viloyati Marhamat tumani Shahriston mahalla fuqarolar yig'inida yashayman. Shu yer tagidan nasosda orqali suv chiqaramiz. Suvimiz biroz yomon bo'lganligi sababli, qattiq bo'lganligi sababli biz mana Samarqand viloyati Bektoshjondan shu suv filtr apparatini zakaz qildik. Pochta orqali yetib keldi. Mana bu datchikda ko'rsatyapti, suvimizni qattiqligi 718 ko'rsatyapti mana. 718-715 bo'lyapti. Mana tozalangani 0.2 holatida. Shu apparatni olib keldik. Juda yaxshi chiqdi, ishladi. Mana xudo xolasa shirin suvi mana bunda tozalangan, filtrlangan suvi kumush rangliga va mana bu tilla rangliga suv chiqyapti. Hammasi yaxshi ishlayapti. Mana vodoprovodning suvini olib hozir tekshirib ko'ramiz qattiqligini. Bu vodoprovodimizning suvi mana. O'sha chiqayotgan suvimiz. Hozir mana buni o'lchaymiz, mana apparatimizni yoqamiz. Bu o'lchagichni ham qo'shib berishyapti. Mana hozir o'lchaymiz, 0.0 turibdi. Vodoprovod suvini ko'ramiz. Mana 668 ko'rsatyapti. 0.0 bo'lyapti, yana qaytarib ko'ramiz. Mana 669, 66 mana. O'ta baland. Endi mana bu suvni to'kamiz. Suvni to'kib, mana kumush rangdagi nimani filtrlangan suvni tekshiramiz. Buni yontib ko'raylik. Kumush rangdagini mana tekshiramiz endi. 0.0 bunga solamiz. 57 bo'lyapti. Kumush rangdagisi 57 ko'rsatyapti. 55. Mana endi tilla rangdagisini chiqarib ko'ramiz. Ikkinchi tilla rangdagi jumrakdagini tekshiramiz. Mana 0.0 turibdi. Bunisi mana 13. 13. Juda yaxshi tozalayapti. Bektoshjonga rahmat. Har tomonlama bizga tushuntirishlarda qilib vaqtida yetkazib berdi va arzon, halol yigit ekan, sog' bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Shu Ramazon kunlarida biz xursand bo'lib ishlatyapmiz. Kattakon rahmat Bektoshjon.